Бул багытта бүгүн 3-апрелде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар себепсиз жүзүн жашырып жүргөн кыз-келиндерге мыйзам жана дин жагынан туура маалымат жеткиришти жана мыйзамды сактабагандардын бет каптары жеринде чечилип жатты. Мону азыр чечебиз, административдик кодекстин негизинде айыппул салынат. Көчөдө мондар салынбайбыз. Орозоңуз болот, бирок никапты салынбаш керек көчөдө. Кыз-келиндердин арасында ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Эгер дагы мындай көрүнүш кайталанса, айып акча салынары эскертилди. Жүзүн себепсиз жапкандардын көпчүлүк пайызы Сузак районунун жашоочулары. Dinda mana tushunchasi yaxshi ayollar buni tushunyapti. Lekin haligi mana telefonlardan haligi bu narsalarni o'qib olgan qizlar, yo masalan kelinlar endi bunga nimaga qarshilik qilyapti deb ular tushunmayapti. Lekin dinni yaxshi tushungan odamlar ular to'g'ri qabul qilyapti. Mana bu aytilayotgan bu zakon, ya'ni qonun ishga kirdi. Sizlarda iltimos kelinlarga, qizlaringlarga aytib qo'yinglar, ko'chada yurganda asha niqobni asha shariat ko'targanda taqinglar. Shariatdan tashqari o'ta faqatgina ko'zini ochib ular betini bir yo'li bekitib olishlikni bu man qilingan. Ey imomlar, qachon Allohdan qo'rqasizlar? Qachon Allohning diniga to'liqligicha taslim bo'lasizlar? Qachongacha Allohning diniga xiyonat qilasizlar? Va qachongacha yurtboshilarning ra'yiga qarab fatvo chiqarasizlar? Qachongacha Allohning diniga qarshi kurashayotganlar sizlarning tillaringizdan foydalanadi? Qachon bu tog'utlardan bari bo'lasizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qirg'izistonlik imom G'ufroniddin domla bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni sizlarga havola qilishdan avval shu kabi imomlarga, xoh o'zbekistonlik bo'lsin, qirg'izistonlik yoki tojikistonlik bo'lsin, Alloh uchun eslatma qilmoqchiman. Va shu bilan birga ushbu qirg'izistonlik imom G'ufroniddin domlaning keltirgan shubhalariga Qur'on va sunnatga tayangan holatda javob berib o'taman. Avvalambor shu kabi imomlarga xitobim shuki, ey imomlar, qachon Allohdan qo'rqasizlar? Qachon Allohning diniga to'liqligicha taslim bo'lasizlar? Qachongacha Allohning diniga xiyonat qilasizlar? Va qachongacha yurtboshilarning ra'yiga qarab fatvo chiqarasizlar? Qachongacha Allohning diniga qarshi kurashayotganlar sizlarning tillaringizdan foydalanadi? Va qachon bu payg'ambarimizdan omonat qolgan minbardan turib haqq so'zlaysizlar? Qachon bu tog'utlardan bari bo'lasizlar? Biroz fikr yuritib ko'rmaysizlarmi? Alloh harom qilgan aro, piva, tungi klublar, kreditlarni yurtboshilar halollab bermadimi? Alloh buyurgan namoz, hijob, niqob, Qur'onlarga qarshi taqiqlarni sizlarni yurtboshilar qo'llab-quvvatlamadimi? Kim musulmonlarga ashaddiy dushmanchilik qiladi bilasizlarmi? Yahudiylar, kofirlar, mushriklar. Kim Allohning buyruqlarini taqlashga harakat qiladi bilasizlarmi? Yahudiylar, kofirlar, mushriklar. Sizlar shularni rozi qilishni harakatidamisizlar? Hech qachon ular sizlardan rozi bo'lmaydi. Sizlar ushbu oyatni unutib qo'ydinglarmi? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yoki dunyo hayoti sizlarni aldab qo'ydimi? Bu ketishda Allohga qarshi chiqasizlar, bir kun Robbimizning huzuridan chiqasizlar. U joyda hech kim sizlarga yordam bera olmaydi. Na yurtboshilar, na ichki ishchilar, na boshqalar. Ana endi ushbu qirg'izistonlik imom G'ufroniddin domlaning keltirgan shubhalarga bir nazar solsak. Suhbat davomida bu imom Alloh hidoyat qilsin, o'zlarini botil aqidalarini himoya qilib keltirgan dalillari shu bo'ldiki, mana Makka da ham tavofda ayollar yuzini ochib yuradi-ku dedilar. Men aytdimki, subhanalloh, bu Allohning bir ibodatini ma'lum bir ruknida izn berilgan bo'lsa kerak, Alloh alam, lekin buni tekshirishim kerak dedim. Chunki mazhablardan birida ayollar yuzlarini pardaga o'xshagan narsa bilan to'sib olishliklari haqidagi fatvolar borligini inobatga olgan holatda. Ey imom, Alloh azza va jalla sizni bizni haqqi boshlasin va hidoyat qilsin, o'zini dinida sobit qadam qilsin. Sizga mana shu hadis bilan javob beraman. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, kana ar-rukbanu yamurruna bina va nahnu ma'a Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam muhrimat. Ihromda edik. Fa idha hadaw bina asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Oysha onamiz aytmoqdalarki, biz ihrom bo'lgan holatda edik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Yonimizdan ulovda erkaklar o'tib turardi. Qachonki erkaklar bizani oldimizdan o'tadigan vaqtda bizlardan birimiz jilbobimizni boshimizdan yuzimizga tushirib to'sardik dedilar. Oysha onamiz aytib turibdilarki, biz erkaklar yo'q bo'lgan vaqtda yuzimizni ochib olardik. Yonimizdan erkaklar o'tadigan vaqtda bizlardan birimiz yuzimizni yopardik. Tepadan bundan ro'molimizni tushirib olardik, yuzimizni yopib olardik deb turibdilar. Aytgancha yana bir muhim nuqtasi shuki,
hammamizga ma'lumki, bizning mintaqadagilar biz Hanafiy mazhabidamiz deyshadi. Xoh imomi bo'lsin, prezidenti bo'lsin, polisi bo'lsin, niqobga qarshisi bo'lsin, qarshisi bo'lmasin, biz Hanafiy mazhabidamiz deyshadi. Tamom, kelishdik. Bo'lmasam eshiting. Hanafiy mazhabining olimlaridan, mufassirlardan Nasafiy aytadilarki, mana shu oyatni keltirgan holatda. Hammangizga ma'lumki, men iloji boricha dalillari bilan gapiraman. Dalilini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Ushbu oyatni keltirib aytadilarki, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin. Ushbu oyatni keltirib aytadilarki, islomning ilk davrlarida niqob oyati nozil bo'lishidan avval hurlarni ham, cho'rilarni ham kimlari bir xil edi. Qachonki qazoyi hojatga tashqariga chiqishganda, o'sha davrning johil yoshlari yoki fosiqlari bilmasdan ularga tegajoylik qilib qo'yardi, cho'ri deb o'ylab. Mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin muslima pok ayollar niqoblanadigan, yuzlarini to'sadigan bo'lishdi. Va johillar mana shundan cho'rilarni va muslimalarni ajratadigan bo'lishdi. Ya'ni cho'rilar yuzlari ochiq yurgan. Kunimizdagi cho'rilar o'zlarini tanlab olaversin, muslimalarni esa yuzlari yopiq bo'lgan. Endi bu yurtboshilarning qizlari, niqobga qarshi chiqayotganlarning qizlari holatlari qalay ekan? Cho'rilarmi, qullarmi yoki pokiza muslimalarmi? O'zingizlar tanlab olasizlar. Ana endi suhbatda eshitishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yıkılmaz sandığınız bu düzen yıkılacak, mal ve evlatlarınız fayda sağlamayacak. Ebediyet hevesi kursaklarda kalacak. Melekler vura vura canınızı alacak. Yıkılmaz sandığınız bu düzen. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? G'ufroniddin domla sizmisiz? Ha, men. Alhamdulillah, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi xizmatlar bilan? Ha, rahmat. Bejizlik qilmadimmi sizni? Yo'q. Ha, ismim Ibrohim bo'ladi. Shu sizga 5 minut vaqtingiz bo'lsa, ba'zi savollarim bor edi. Xo'p. Yaqinda sizni bir videoyingizni ko'rib qoldimki, ya'ni ommaviy axborot vositasiga savol aytgansizki, bu qonun ishga kirdi, ya'ni hijob haqida, niqob haqida. Qizingizga, keliningizga aytib qo'yinglar, ko'chada yurishsa, niqobda shariat ko'rsatganda yurishsin. Shariatdan tashqari faqat ko'zini ochib yurishi yoki birato'la betini yopib yurishi bu shariatga zid debsiz. Mana shu narsa shariatga qanchalar zidligi haqida aytib bera olasizmi inshaalloh? Sizni men tanimadim. Siz kimsiz? Ismim Ibrohim bo'ladi. Qayerdan bo'lasiz? Toshkentdan bo'laman. Siz meni qayerda ko'rdingiz? Sizni men region televideniyasi orqali videoyingizni ko'rdim. Ha, hali esladingizmi? 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'ldimi? 1 yil endi bo'larkan. Mana shu sizga aytmoqchi bo'lganim domla, agarda ma'qul topsangiz, Alloh azza va jalla oyat aytadiki, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dedi. Ya'ni ey nabiy, ayolingizga, qizlaringizga va mu'minlarni ayollarga aytingki, jilboblarni yaqin qilsinlar yoki ustunlarini tashasizlar dedi. Bu oyatning tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu yoki Oysha onamiz bu oyat yuzi yopishlikka dalolat beradi deb aytadilar. Yoki bo'lmasa Ibn Abbos radhiyallohu anhuni aynan mana shu oyat haqida aytgan qavullari borki, faqala Ibn Abbos zalika an taliyal mar'atu min khimariha illa aynan wahidatan. Bu shuni bildiradiki, ayollar ro'molini bir qismi bilan yuzlarini yopsinlar, faqatgina ko'zlari qolsin. Nima uchun deyilsa, yo'lni ko'rishlari uchun. Haligi Hanafiy mazhabida bo'lsangiz kerak, domla. Hanafiy mazhabida Nasafiyni tafsirlari bor. Agar qarasangiz, o'shanda aytadilarki, mana shu oyatni keltirib. Johiliyat davrida xur ayollar ham, cho'ri ayollar ham kiyimligi bir xil bo'lgan, ochuv sochuv bo'lgan, ya'ni. Mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin yuzlarini bekitib yuradigan bo'lgan. Qachonki hojatga chiqadigan bo'lishsa, ko'chadagi johil yoki yoshlar ularni xur yoki cho'riligini bekitilgan yuzlaridan yoki ularning kiyimlaridan tanib olardilar. Ya'ni johiliyat ayollar yuzlarini ochib yurgan bo'lishgan. Islomda niqob oyati nozil bo'lgandan keyin yuzlarini yopib yurishgan. Yoki bilasiz, har 10 kunlikda Ramazonda e'tikofda o'tiriladi. Mana shu e'tikofda Rasululloh o'tirganlarida ayollari Safiya onamiz kelib ziyoratlarda bo'ladilar va kuzatib qo'yayotganlarida ikki ansor o'tib ketadi. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ey choshmanglar" dedilar. Bu Safiya dedilar. Nimaga Safiya onamizni tanib qolishmagan? Chunki yuzlari yopiq bo'lganda. Bo'lmasa tanishadi Rasululloh ayollari bilan dedi. Shuni qarshisiga biror dalil aytasizmi, domla?
Xo'p, men ham bir kitoblarni qani keyin gaplashadigan. Qachon qilsam bo'ladi bo'lmasam siz? Siz endi men bu kitoblarni ko'ray. Siz juda ko'p narsalarni hozir menga tayyorlab turib, keyin agar siz menga ayrimadi hujjatlaringizni tayyorlab turib, tayyorlanib turib, menga telefon qilyapsizlar. Yo'q. Siz Suzoq bosh imomisiz-da? Ya'ni bu to'g'rimi? Siz Suzoq bosh imomisiz. Men shunday dedimki, mana hajga borganimizda ham ayollar yuzlarini ochib yuribdi. Demak, shu yuzni ochib yurishlikda hech qanday noshariy ish emas. Shariat shuni ko'taryapti. Shuning uchun endi mana hozirgi qonun bo'yicha bizda juda qattiq turib qoldi shu vaqtda. Shuning uchun ko'chaga chiqmanglar. Agar mabodo bir ish sizlar zarur bo'lib chiqib qolgan bo'lsanglar, mana shu qonunga, men davlatning qonuniga bir bo'ysunib qo'yinglar. O'tib o'zi aslida chiqmanglar degan yerim ham bor o'zi aslida. Bu yerlar endi chiqmay qo'ygan bo'lsa kerak-da. Endi haj masalasiga kelsak, domlajon, bu haj masalasi uni arkoni boshqacha va bunda mazhablar ham bo'linadi. Ba'zi mazhablar yuziga parda taqib oladi. Kepkaga o'xshagan narsa taqib yuzini to'sib haj qilishlikka ham targ'ib qilingan. Buni bilasiz. Endi hajga, umraga borgan bo'lsangiz. Bizi mazhabda bu hajning kitoblarida xuddi siz aytgan narsa yo'q. Shu niqob betiga niqob topib yo'q. Hajji arkoni, hajji ibodati boshqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsaga ruxsat bergandir. Alloh azza va jalla ruxsat bergandir. Faqat hajda tavof qilinayotgan vaqtda ruxsat bergandir, Alloh alam. Lekin tashqarida begona erkaklar begona tashqarida onalarimiz, siz menga bironta dalil aytasizmi, domla? Onalarimiz yuzlarini ochib yurganlarga, sahobiyalar yuzini ochib yurgan. Keyin gaplashaylik, men hozir keyin gaplashaylik. Domla, mana shu bitta savolim qoldi sizga. Domla, bitta savolim qoldi. Mana shu qonunni chiqarayotgan inson kim bo'ladi? Allohning dushmanimi yoki Allohning do'stimi? Tog'ut nima degani bilasizmi? Siz, bo'ldi, tushundim. Siz qaysi tarafdaligingizni, men bilan nima uchun buni talashayotganingizni men tushundim, bo'ldi. Yo'q, tog'ut degan ma'noni bilasizmi? Mana bir imom sifatida. Tog'utni bilmayman men. Nega? Butun payg'ambarlarning da'vati nima bo'lgan, domlajon? Butun payg'ambarlar siz aytayotgan narsaga men qo'shilmayman. Yo'q, qo'shilmang, tamom. Butun payg'ambarlar nimani ko'tarib kelgan, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Nega siz imomsiz-ku, subhanalloh, insonlarga va'z qilasiz. Ashitini bilmayman ekanda. Bilmayman. Subhanalloh. Domlajon, bu dunyo juda ham oz. Ha demay siz ham mana Allohning huzuriga yetamiz. Siz Allohning dushmanlarini tarafi turib Allohning shariatiga qarshi chiqib qo'ymang. Sizni tushundim, bo'ldi. Yo'q, domla, men sizga Alloh uchun eslatma qilmayman. Siz mana shu tog'utlar o'ylab topgan qonun, Allohning buyurgan farzini taqiq qo'ygan, o'zini nafsidan qonunlar ishlab chiqargan, Allohning halolini harom, halolini harom qilgan qonunga nabiriz tengi, keliniz tengi Allohning farzini bajarishga haris bo'lgan niqobli opa-singillarimizni tog'utlarni mana shu qonunlariga bo'ysundirib beryapsiz, yo'l ochib beryapsiz. Men bu gaplarimni o'ylab olib, tayinlab olib gapirmayman. Men sizga ketma-ket ravishda tushuntirib beryapman. Sizga mikrofon tutilganda aytsangiz bo'lardi-ku. Tamom, men bu sanla aytayotgan narsani agarda ikroh holatda bo'lsangiz yoki agarda majburiy holatda bo'lsangiz siz aytsangiz bo'ladi-ku. Bo'ldi, kelishdingiz. Sanla aytgan so'zni ham aytib beraman. Undan tashqari-ki, ko'kragini ochib yurgan, sonini ochib yurgan, diskotekaga qatnashib yurgan johil ayollarga xitob qilaylik. Ularni ham Alloh diniga chaqiraylik seni mikrofoningni. Bu mikrofoning faqat Allohning diniga qarshi bo'lgan narsaga xizmat qilmasin-da, Allohning diniga chaqirishga ham xizmat qilsin deb. Sizni tushundim, bo'ldi. Siz bilan hech kimga tortishadigan menim masalam ham yo'q. Siz bilan tortishmayman, subhanalloh, domla. Men sizga Alloh siz men bilan hozir meni tupikka tiqyapsiz. Chunki sizni boshqa chorangiz yo'q edi, domla, yoki siz tog'utlarning tarafida turishingiz kerak yo bu tarafda turishingiz kerak. Men sizga payg'ambarimizdan omonat qolgan joyi ehtiyot qiling dedim. Uni ham bilmayman. Subhanalloh. Payg'ambarimizdan ashuni ham bilmayman deganmen-chi. Bo'ldimi? Tushundim. Subhanalloh, Alloh sizlarni hidoyat qilsin, domla. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, to'ng'ringda josh urgan asl iymoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, tomiringda josh urgan asl iymoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini.
Ah mening o'zbek xalqim qanday pokiza eleding, qizil ofat keldi-yu o'zligingdan voz kechding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding, shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding, shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding.